Feruza Normatovaning aytgan gaplari haqiqat bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kecha 16 fevral kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida xonanda Shahlo Salayevaning ilk yakkaxon konserti bo'lib o'tdi. Konsert kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. Xususan uning duetdoshi turkiyalik xonanda Veysel Dulger sahnada Shahloning qo'lini so'rab, Marry Me marosimini o'tkazdi. Muxlislar ularni olqishlar bilan qo'llab-quvvatlashdi. Shahlo Salayeva ushbu yakkaxon konsertini bir necha yillardan buyon intizorlik bilan orzu qilib kutganligini aytib o'tgan edi. Ular 14 fevral sanasida ishqiy munosabatlari borligini aytib o'tgan. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda Shahlo Salayeva Feruza Normatovaning kundoshi sifatida xabarlar tarqalgan. Feruza Normatova ushbu holat amalga oshganidan so'ng o'zining Telegram sahifasida ushbu so'zlarni yozib qoldirdi. Shu hayron bo'lamanda, erim yomon bo'lsalar, nega shuncha paytgacha eri borlar ularni talashishdi? Nega ularga atab fitnalar, ashulalar, ularni yerga urish uchun shuncha harakatlar bo'ldi? Masalan, men ham tinchgina baxtli bo'lib, erga tegishga haqqim bor edi. Alamdan aynan to'yim payti axvat uchun, aktiv uchun meni ham tinmasdan qoralashdi. Nezashto oila buzarga chiqdim. Iltimos, adolatingiz bo'lsa tan oling haqiqatni. Alloh bir deganda bandasini oqlab qo'yar ekan. Alhamdulillah. Tag'inam erim ko'p narsalarni gapirmaganlar. Chunki juda ham g'ururi baland insonlar. Haligacha kartalaridan pul yechib ham alfonsga chiqarishganiga chidab bo'lmaydi. Prosta taqdirini tan ololmagan odamlar mehribon, kelishgan, ham normalniy pul topadigan yigit o'zi baxtli bo'lishni xohlab, meni tanlaganiga chidab bilishmadimi shunda? Shaxsan men ham baxt tilayman. Endi bizani tinch qo'yib, o'z hayotlarida tinchgina yashashlarini tilayman. Menga tuhmat qilib ko'tarilgan kunlaringga roziman. Mendan sadaqa bo'lsin. 3 oy avval menga tuhmatlar bo'lganda yonimda turgan va menga ishongan hammaga rahmat. Alloh kechiktirmasdan yuzimni yorug' qilishiga shubhasiz ishongandim. Alhamdulillah, hammasidan ham shuncha haq bo'la turib, indamagan erimga rahmat. Alloh hammamizni fisq-u fasodchilardan muhofaza qilsin. Omon bo'lsak, hali ancha-muncha haqiqatlarni ko'raveramiz inshaalloh. Kimdir qarshingda aqlli inson rolini o'ynayotgan bo'lsa, sen ahmoq insonning rolini o'yna va haqiqiy ahmoqni maroq ila tomosha qil. Taslim bo'lma, kun kelib senga tuhmat qilganlarga Alloh o'z tillaridan haqiqatni so'zlatib qo'yadi deya yozib qoldirgan Feruza Normatova o'zining sahifasida.